Hammaga salom. Sizlar bilan yana Ahmadullo. Bugungi video urokda biz sizlar bilan ko'rib chiqamiz kompyuter o'yinlarini kompyuterga qanaqa qilib uстановка qilib o'ynash mumkinligini biz sizlar bilan bugun ko'rib chiqamiz. Demak, boshlaymiz. Tak, bizga agar qaysi o'yinni o'ynamoqchi bo'lsak, poiskga yozamiz. Agar qaysi o'yin bizga yoqib qolgan bo'lsa, mana bu sayt rutor.org degan saytda ham bu saytda sizlarga videosini, ссылкасini videoning tagida unaqa joyda qoldiraman. O'sha yerdan bemalol skachat qilib olasizlar. Tak, buning uchun biz kiramiz. Rutorga главный saytiga o'tganimizdan keyin kategoriyaga kiramiz. Kategoriyani bosgandan keyin bu yerdan qidiramiz. Bu yerda зарубежный filmlar, наши film, seriallar bor bu yerda. И kategoriya играga kiramiz. Ochganimizdan keyin mana bu yerda bizda hammasi ashlar igralar bo'lib chiqqan. Bu yerda ahamiyat bersanglar, mana oxirida PSP degani, значит bu PlayStation o'yinlari. Agar sizlar kompyuterga uстановка qilmoqchi bo'lsanglar, versiya PK'sini qidirasizlar. PK degani bu personalniy kompyuter, noutbuklarga yoki bo'lmasam oddiy kompyuterlarga bemalol skachat qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bular har kuni обновлять bo'ladi. Har kuni 50 ta 60 tadan igra tushadi. Shu saytga mana shu yerdan bemalol skachat qilsanglar bo'ladi. Misol uchun biz sizlar bilan Stalker o'yinini skachat qilib kompyuterda o'ynamoqchimiz. Buning uchun mana misoldan ochasizlar. Bu yerda yozgan 11 ta odam kommentariy yozgan. Razmer o'yinning razmeri 3 GB. Shuni ochsanglar bitta. O'yinning ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Язык интерфейса русский, язык озвучки русский. Rus tilida bo'ladi hammasi. Tabletkalari bilan. И bitta ahamiyat bersanglar, sistemniy требованияsiga ahamiyat beringlar. Chunki ko'pchilikning kompyuteri slabiy bo'ladi. Slabiy kompyuterga kuchli o'yinlarni qo'yib o'ynamoqchi bo'ladi. Bu noto'g'ri narsa. O'zingizlarning kompyuteringizga ahamiyat beringlar. Bu o'yinga minimal sistemniy требованияsi Pentium 4 bo'lishi kerak. 2 GHz chastotasi bilan operativniy pamyatiga 2 GB bo'lishi kerak eng kamida. Video kartalarning pamyati eng kamida 512 MB bo'lishi kerak. Звуковая karta встроенный материнский platadagi bo'lsa ham bo'ladi. Direct 9 поддержкасы bilan. И жесткий disklarda 10 GB bo'sh joy bo'lishi kerak. Bu haqida bizning bitta do'stimiz, Toshib Quvonchbek degan do'stimiz ham video qilgan. O'shani videosini ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. U bolaga ham podpisatsiya qilsanglar bo'ladi. Bu bolaning ham videosini sizlarga videoning tagida qoldiraman. Saytini. Bu yerda ham bu bolaga ham xohlasanglar podpiska qilasizlar. Agar podpiska qilmagan bo'lsanglar agar. Demak, buni torrentdan biz sizlar bilan skachat qilamiz. Skachat qilgandan keyin buni исползать клиент по умолчанию deymiz, torrentga qo'yamiz, сохранить deymiz. Сохранить degandan keyin загрузки bo'limiga сохранить qilamiz. И buni ochib sizlar bilan skachat qilamiz. Mana fayl mana shunaqa ko'rinishda keyin tushadi. Bu обновление so'rashyapti, net deymiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lib tushadi. Setup exe bo'lib, keyin buni bemalol ochib ko'rib o'ynasanglar bo'ladi. Bundan tashqari o'yinni shunaqangi turlari borki, bular setup faylda tushmaydi, ISO obraz faylda bo'lib tushadi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi Daemon Tools degan virtualniy привод kerak bo'ladi. Bu virtualniy привод orqali sizlarga hozir ko'rsataman. Yana bitta birinchi buni загрузка qilib olamiz. Buni ham ссылкасini sizlarga videoning tagida qoldiraman. O'sha yerdan skachat qilib olasizlar. Demak, Daemon Tools Pro Advanced deganni загрузить qilamiz. Xuddi mendagi сохранить deymiz. Загрузки bo'limiga tashlaymiz. Tak, endi sizlarga misoldan ko'rsataman. O'sha ISO obrazda tushadigan o'yinlarni o'zimning xotiramda bo'lishi kerak, adashmasam. Tak, mana Mafia 2 misol uchun bu yerda setup obrazida emas, fayl obraz diski. Buni ko'pchilik bilmasdan turib, birinchi diskga zapis qiladi. Diskdan keyin DVD приводga qo'yib turib, keyin kompyuterdan uстановка qiladi. Buni osonroq yo'li o'sha yo'li bo'ladi. Biz sizlar bilan hozir buni uстановка qilamiz. Boyagi Daemon Tools'ni skachat qilib olganimizni Daemon Tools русский versiyasini uстановка qilamiz. Соглашениясini принимаем и пробный versiyasini olamiz. 30 kunga
Menda buni qayerdadir ключi bor edi, cho'ta topolmayman. Agar topsam, videoning tagiga ссылкasiga qo'yib qo'yaman. O'shanda ofitsialniy versiyasi bo'ladi. Bu yerda shundoq qoladi. Dalay deymiz. Bu yerga ham dalay deymiz. Uстановить bosamiz. Demak, endi buni kutamiz uстановка bo'lishini. Men sizlarga o'zim ikkinchi kanalimda o'ynagan populyarniy videolarni ссылкасini men sizlarga tagida qoldiraman. Mana shu sayt orqali men ham skachat qilib olganman. O'sha yerdan bemalol skachat qilib olasizlar. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Sniper 2 o'yinini, Ghost Recon o'yinini, Hitman Absolution, Call of Duty Black Ops, shunaqa o'yinlar va hokazolar. Mana bu yerda hozir bizda virtualniy привод установка bo'lyapti. Bu nimaligini ham hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Xohlasizmi, biz sizlarga gadjet qo'yib beramiz deyishyapti. Xohlasanglar uстановить deyishingiz mumkin. Gadjet degani mana bu yerga o'sha быстрый запускка tushib qoladi gadjet bo'lib. Men uстановить qilmayman, ne uстановить deyman. Sizlar xohlasanglar uстановить qilishingiz mumkin. Bu unaqa zarur asosiy narsa emas. Shuning uchun ne uстановить desanglar ham bo'laveradi. Tak, bu yerdan hamma galotchkalarni olib tashlaymiz. Bu yerda hech qaysisi bizga kerak emas. Закрыть deymiz. Mana bizga sizlar bilan mana shu Demon Tools virtualniy привод установка qildi. Endi boyagi o'yinni ochib ko'ramiz. ISO obraz bo'lib tushgan o'yinni. Biz sizlar bilan uni diskga запись qilmaymiz. Прямой virtualniy привод orqali kompyuterga установка qilib yuboramiz. Tak, mana bizda shu o'yin уже shu formatga o'tib qoldi. Uni ochganimizda сразу buni virtualniy привод orqali diskga запись qilmaysizlar, прямой автозапуск ochiladi. И выполнить deysizlar. И mana Mafia 2 o'yinini uстановкasi уже boshlandi. Dalay qilib turib, oxirida bemalol uстановка qilib kompyuterlarda o'ynashinglar mumkin bo'ladi. Bundan tashqari igra bo'limiga kirganinglarda, bu yerda o'yinlar juda ham ko'p. Men sizlarga maslahat berardim. O'yinlarni litsenziyasini olishga men oxirida yozgan, mana misol uchun Metro 2033 kim o'ynagan bo'lsa, PK litsenziya deyilgan. Ochganinglarda mana bu yerda tabletkalari ham bor. Bu tabletka degani qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Seriyniy nomerga o'xshagan narsa. Buni hech qanaqa kulish produktlar keyin o'ynayotgan paytinglarda so'ramaydi. Tak, shuni ko'rsatmoqchi bo'ldim sizlarga. Tak, yana nima esdan chiqdi? Torrentdan skachat qilishni men sizlarga bundan oldingi videoimda ko'rsatib o'tganman. Torrentdan bemalol skachat qilib olasizlar. Hamma joyga hozir video qo'yaman. O'sha yerdan torrentdan ko'chirish degan video chiqadi. O'sha yerdan bitta bossanglar, o'sha torrentdagi videoimni ko'rishinglar mumkin. Tak, yana oxirida aytib o'tmoqchiman. Mani kanalimga podpisatsiya qilmagan bo'lsanglar, podpiska qilinglar. Unaqa joyda podpisatsiya chiqadi, bitta bossanglar, podpiska оформление deb chiqadi. Agar videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, нравится knopkasini bosinglar. Agar yoqmayotgan bo'lsa, не нравится knopkasini bosinglar. Kommentariylarni mana bitta bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Ahmadullo bo'ldi. Yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha hammaga xayr, hammaga omad.